Lekin o'tgan maktab davrin unutmang aslo. Axir oson bo'lmagandir 11 yil kutmoq. Bekorga sarf bo'lmagandir 11 yil umr. Oson bo'lmas ustozlarning etagini tutmoq. Barchasining o'z gashti bor, qilingiz sabr. Balki sizga unut bo'lgan, eslarsiz balki shu dargohga qadam qo'ygan chachchi qizaloq yo bolakay edingizlar. Quvonchga to'lib kutgandinglar, chalinishim ilk bor qo'ng'iroq. Alifboni tanimagan sof dil qizaloq katta bo'lib onasiga berar maslahat. Darsdan qochib bezor qilgan bir shalpang quloq bugun endi o'zimizga qilar nasihat. 11 yilda 11 mingta quvonch va tashvish. Sarguzashtlar xotiradan ketmaydi albat. Sinfdoshlik bog'i ichra ochildi do'stlik. Kimlargadir nasib bo'ldi sof bir muhabbat. Endi ustoz tekshirmaydi hayot darsini. Vazifani ko'chirmoqqa bo'lmaydi imkon. Kundalikka qo'yilmaydi ikki baholar. Biling endi xatolarni kechirmas zamon. Sinfdoshlar bo'lolmassiz endi partadosh. Endi sirdosh bo'lolmassiz, unutmang biroq. Do'stlaringiz bir umrga bo'lar yelkadosh. Do'stlik uchun chalinmaydi so'nggi qo'ng'iroq. Ayni damda 2025-2026 o'quv yilida fan olimpiadalari ko'rik tanlovlarida ishtirok etib, faxriy o'rinlarni egallagan hamda o'zining namunali xulqi bilan indoshlariga o'rnak bo'lgan o'quvchilar, shuningdek, jonkuyar, ijodkor o'qituvchilar maktab ma'muriyatining faxriy yorliqlari bilan taqdirlanadi. O'quv yili davomida o'zlarini mehnatlari bilan, o'zlarini o'qishlari bilan yaxshi natijaga erishgan o'quvchilarimizni, ustozlarimizni ta'riflab olamiz. Mahmud aka, men o'qitiraman, o'zi sekin-sekin to'shab beradi. Xo'p. Parkent tumani maktabgacha va maktab ta'lim bo'limiga qarashli 40-umumiy o'rta ta'lim maktabi o'qituvchisi O'tkir va Yulduz O'tkir qizi ta'lim sifati va samaradorligini yuqori bosqichlarga ko'tarish yo'lidagi tinimsiz mehnati, barkamol avlodni shakllantirish, yoshlarni ma'naviy axloqiy va jismoniy sog'lom etib tarbiyalashda qo'shgan salmoqli hissasi uchun tashakkurnoma bilan taqdirlandi. Marhamat. Xuddi shunday tashakkurnoma bilan Nosir va Zulayho G'ayratovni taqdirlandi. Marhamat. Xuddi shunday maqtov tashakkurnoma bilan Tojiy va Muborak Ahmadjonovni taqdirlandi. Marhamat. Xuddi shunday tashakkurnoma bilan Abdullayev va Shohla Asadullayevni taqdirlandi. Marhamat. Xuddi shunday tashakkurnoma bilan Rahimberdiyev va Shohzod Tursunaliyevni taqdirlandi. Marhamat. Xuddi shunday tashakkurnoma bilan Marhamat va Roqilla Julanboyevni taqdirlandi. Marhamat.
Hurmatli ustozlar, o'quvchilar, vaqtimiz chegaralangan, iloji boricha tez harakat qilsak o'zimizga yaxshi bo'lardi. Xuddi shunday tashakkurnoma bilan Hayit va Kabira Abdurahimovni taqdirlaymiz. Marhamat. Xuddi shunday tashakkurnoma bilan Yaxshi keyin chopadi o'rtoq. Tojiboyeva Shohista Turg'unovni taqdirlaymiz. Marhamat.